Hello hammaga salom, sizlar bilan yana Sharq Games kanalidasizlar. Bugungi videomizda kecha video chiqargandik, birinchi qismini, yangi dachani bugun ikkinchi qismini chiqardik mana. Normalniy prosmotr bo'pti. Sharq Games kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Video yoqsa like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Ketdi yangi dacha. Kecha Dubaydan yangi mashina olib keldim. Shuni ko'rsataman. Keyin yangi dachani ko'rsataman, bo'ldi. Yangi dachan. Telegram kanalim bor. Silkasi YouTube ofisial tagida turibdi. Kiringlar, o'zbekcha o'yinlarni tashlab qo'yibman. Kirib mazza qilib yuklashingiz mumkin. Ketdi. Oy, politsiya bor ekan, sekin yuramiz. Qo'shib qo'yamizmi bolalar? Like bosib qo'yinglar, kommentar ham yozinglar. Nima haqida video chiqarishdi? Kartadan metkalar. Kecha yangi mashina olib keldim-da. Shuni ko'rsataman hozir kartadan. Uzoqda u marker ketdi. Ketdi bismillah deb yo'ldan ama boramiz. Mashinani ichi nimaga qorong'i deganlar, hozir tashqarisidan ko'rsataman. Buni bilgan biladi. Fulidan urib qo'yman mashinaga, tanlufga. Pravega 36 kilometr yurdim bunda. Birinchi shu mashinani oldim car parkingda o'z halol pulimga. Keyin mashinalarni ko'paytirib yordim. Pullarni ham ko'paytirib, yangi dachalarim bor. Keyingi videolarda chiqaraman. Har kuni bitta YouTube kanalimizda bitta video chiqadi har kuni. Car Simulator'dan. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Yangi yilgacha 100 ta bo'laylik. Yangi bugun 8-noyabr sana yil 2025-yil da chiqqan soatini ham aytaman. 9 dan 37 daqiqa o'tganda olyapman videoni. Birovdan o'g'irlamadim bu videoni, o'zim og'zim bilan chiqayapman mana. Agar shunaqa videoni boshqa kanallarda ko'rib qolsanglar, meni metkalab ketinglar ya yoz ketinglar, bu o'yin Sharq Games'niki deb. O'g'irlasalar. Xo'p. Mana keldik. Sekin eshikni ochamiz. Voy. Ketdi. Mashinani o'chiramiz. Qo'shiq aytaversin, ketamiz. Hozir ketdi. Like bosinglar. Nima mashina bor, kommentarga yozib ketinglar. Aytgancha sizlarga BMW Mercedesmi, shuni ham yozib ketinglar. Ronaldomi, Messimi, shuni ham yozib ketinglar. Kommentlarni portlatib tashlaylar, davay. Kim muxlisi ko'p ekan, bismillah deb ochamiz. Mana shu devorning yonida qaysi mashina bor deb o'ylaysizlar? Ila, qaysi mashina? Qani ko'rsataman bo'lmasa. Voy, Lamborghini. degan mashina. Kecha oldim buni, Praveg. Ko'cha 2 kilometr yurganman. 2 kilometr. Hali buni tuning qilaman. Qo'yman. Yangi mashinani tuning qilmaslik kerak, 1-2 kun turish kerak, salkam. Bu o'tgan videoda chiqadi bu mashinamiz. Uni kecha oldim, Mercedesni. Zo'r mashina ekan, tuning qilib yordim buni. Nimaga deysizlar? Ko'p yurdi-da bu. Ko'p yerga bordim-da bunda. Shunga kilometr salkam haydab kelgan mashinam bilan teng. Mana
35 shu qancha edi ko'rib aytaman. Ina bu saloni zo'r ekan buni. Salon zo'r. Mercedes. Menda 3 ta Mercedes mashinasi bor. Avtomat ekan bu. Ketdi eshitib beklaymiz. Keyin yangi olganda chaminkina boramiz. Bu 36 Pravik bo'lsa, bunda nima? Necha ekan bunda? Voy. Kecha oldim yani. Bunda 38 2 kilometr kam ekanda kecha oldim bo'lmasa. İşlerim ko'p edi, tunning qildim, unaqa qildim, bunaqa qildim. Voy, sekin yurish kerak. Politsiya bor ekan. Ketdi yangi dachaga. Yangi dachamiz. O yangi dachamiz orqada. Yo'q, bo'lmas. Kecha ko'rsatdim buni. Yangi dachayni set markerni qo'yamiz. Aylanamiz. Orqada qolib ketibdi-da u. Yangi shahardan ham dacha oldim. Keyingi videolarda qo'yaman. Ertaga video chiqadi politsiya. Shunda ko'rasizlar, yangi dacha ham zo'r ekan. Yangi shahar, uylar kam bo'lsa ham zo'ridan oldim, villa oldim. Uy emas, kichik villa oldim. Bitta gelik olish kerak edi endi. Mercedes gelik. Menga yoqadi. Port beramiz. Bundan 40 kilometr yurdi bu. Mana yangi uyimiz. Mana uyimiz yine Brilliant Plaza bu. Yangi mashina oldim. Buni ertaroq olib qo'ydim. Prosta sizlarga ko'rsatmadim. Ko'ramiz mashinalarni. Bu BMW elektrichka mashinasi, bu BMW. Haydaman. Mashinam ko'p bo'lmasa 3 kilometr 0 mana 0. Yurmagan 1 gram 0. Mana. Prostes olganman-da qo'yganman. Haydamay. Buni bilasizlar. Taxo diskga taqib qo'yibman. Nomeri 001. Mana 1-2 kilometr yurgandir bu, ko'ramiz. 2 kilometr yuribdi mana, haydanman. Tuning qilaman bo'ldi, sotib olib tuning qilaman bo'ldi. Men hamma mashinamni qora rangda qo'yaman, menga qora rang yoqadi. Mana bu videomiz cho'zilib ketadi, hech aytmaydi, sizlar uchun cho'zaman. 11 kilometr yurgan buni ko'p ahvolda olganimga Mercedesdan keyingi mashina desam bo'ladi uni. Bu audio mashinasi, buni yuvish kerak ekan. Mokeda tanlovga 100 qilib qo'yibman. Yuvish kerak. Bu mashina akamniki. Mashina bundan ham bitta mashina bor. Ko'rsatki, mashina iflos bo'lib ketibdi, yuvish kerak ekan. Ketdi. Uyimni ko'rsataman. Bismillah deb kirib oldik mana. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin, like bosib qo'ying. Mana. Bunda yangi kompyuterlar ham bor. Kitob, hamma, televizor, yuvinish xonalari, oshxona bitta yerda joy. Bu balkon bunda. Tashqarida mana balkon. Mazza qilasa ko'rib. Bu boshqalarning balkoni endi. Meni balkonim katta.
tepadan olganman. Qimmatga oldim buni. Buni adashmasam 10 ta mashina 10 ta Kia 5 ta pulga oldim 10 ta. Mana zo'r, manzara zo'r. Ketdi bo'lmasa. Kichik bo'lsa ham zo'r xona. Ketdi, tushamiz. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying, obuna bosib qo'ying. Sizlar bilan Shash Games kanali bo'ldi. Mana qanday. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha.